Hammaga xayrli kech. Sizlarga istoriya joylashimdan bir kichkina maqsadim bor. Oqshommi yo o'tgan kunmi Vanillada turmush o'rtog'im bilan ovqatlanib o'tirdik. Keyin bir qiz keldi. Shohlabga "Assalomu alaykum" deb yurib salomlashdilar, ikki qiz edilar. Keyin men ovqat yeb o'tiradim. Orqama qaramdan "Assalomu alaykum, yaxshimisiz" dedim. Meni siz o'xshatadilar dedi. Keyin rahmat dedimdan keyin yana eldima qaradimdan ovqatimni yeyishda davom etdim. Turmush o'rtog'im ham salomlashdi, ular bilan "Assalomu alaykum" dedi. Keyin uyga kelib bir malim telefonimni Instagramda o'tirsam, shuncha kommentariy yozib beribdi menga. "Samimiy emas ekansan, men o'ylaganim emas ekansan, o'ta kibrli ekansan" deb meni o'ta shartli va o'ta hurmat talablik bilan yaxshi ko'radigan qiz ekan deb tushundim men. Chunki meni yaxshi ko'radigan odam balki salom bersa deb qo'ysam ham yaxshi ko'raveradi deb his etaman-da, chunki men shundayman.